Minecraft'ni Bedrock Edition versiyasida bütün Minecraft'ni to'xtataman. Ya'ni bugun 100 kun Minecraft'da yashayman va 100 kun davomida men qanday yashayman? Ender Dragon'ni o'ldiraman. Xavfli tuzoqlardan o'tamiz va birinchi kunni boshladik. Va birinchi bo'lib daraxt chopishdan boshlaymiz va kirka yasab olamiz va yangilaymiz. Tosh, bolta, hayvonlarni o'ldiramiz va water drop qilib tushib oldim, lekin tezroq eritish kerak. Do'stlar, men shunchaki tez o'ynayapman, chunki Minecraft bu speedrun 100 kun yashashim kerak. Broniya yasab oldik bir pasda do'stlar, birinchi kunda broniya. Birinchi kunga yaxshi, bu nima bu? Olmos do'stlar, birinchi kundan olmos topdim. Birinchi kunda olmos topdim, yaxshi do'stlar. Tilla topdim, mana birinchi kun. Endi birinchi kun bo'ldi. Va men qishloqda topib samon oldim, mana 4 ta olmos oldim va boshqa qishloqqa yo'l oldim va reyderlarni qalasini bo'shatishga qaror qildim va galimni ozod qildim. Va reyderlarga qarshi jang qildim. Bu do'stlar hardkorligini bilsangiz, mana shu yerda montajda chiqarib qo'yaman. Mana hardkor yurakchalarni ko'rishingiz mumkin. Va mana reyderlarni ham asta-sekinlik o'ldirib oldik. Arang. Yo'q, do'stlar, o'lishimga ozgina qoldi. Bu reyder sehrlangan komanda ekan. Yaxshi do'stlar, qochamiz. Bir yarimta jonim qoldi. Вообще hozir o'lsam, hozir video shu yerda tugardi. Endi bu birinchi kun. Mana bu yerga Dice Play deb yozib qo'yilgan. Deysiz. Qani ikkinchi kun boshlandi Minecraftda, yotog'ini sindirib olamiz. Va do'stlar, Telegramdan qanaqadir anaqalar kelyapti, e'tibor bermaslar. Va yer ostidagi uyni topib oldim. Va uning orqasida zombilar yashiringan ekan va ularni o'ldirib oldim. Va suvni quritdim. Yo'q, qishloqqa qaytga ketdim. Qaytga ketganligim menga farqi yo'q, qishloqiga hujum qilishibdi. Lekin menga gitaramiz. Va men sekin-astalik bilan qorli joylarga ketdim va yana qishloq topdim. Bu chiqqanmi, bu nima bu? Yaxshi va issiq olov bor ekan bu yerda. Issiq olovda ovqatlarni pishirishga qaror qilmoqchi edim, lekin it topib oldim va uni boqib oldim. 3-chi kun itim yonimda emas, yo'qda. Mana itim. Do'stlar, 3-chi kun boshlandi va men shunchalik ko'p video qildim. O'zimga uy qurishga qaror qildim. Detallarim juda men o'yna uchun qum qazib olishga qaror qildim va uy quryapman. O'zimga katta qum. Bildim shu tarafga. Yo'q. O'lishimga ozgina qoldi. O'lganimda video shu joyda yo'q tugardi. Do'stlar, hardkor yurakchalar ko'ryapsizlarmi do'stlar? Вообще men arang yashayapman do'stlar shu 100 kunda. Do'stlar, montajda ko'rsatib qo'yaman men qanday qiynalganimni. Do'stlar, mana montajda ko'rsatyapman. Mening kanalimga obuna bo'lib qo'yasizlar. Do'stlar, hozir qanday qilib ko'rsating desa, montajda ko'rsatib qo'ydim qanchalik qiynalganimni. Montaj qilishda shunchalik qiynalganman va nihoyat o'zimga bitta uy qurib oldim. Tomini yarimtalik bloklar bilan yopib olishga qaror qildim va uxlab olmoqchi edim, hali tun tushmabdi. Do'stlar, sizlarga uyim yoqdimi? Uyimga baho beringlar. Men hali nezerga ham o'tmadim. Lekin o'zimga creeperda var. Creeperni o'ldirishga qaror qildim. Bugun olmoslarini oldim va o'zimga olmosli kirka yasab oldim. Va ketdim lava ko'li topishga. Va yo'lda juda ham temir koni va ko'mirga duch keldim va gullardan rang qilish uchun oldim gullardan va buzilgan portal topdim va shu portalni yasamoqchi edim, lekin juda zo'r narsalar bor ekan. Lekin men ketdim yerdan.
Yana bitta qishloq topdim. Uxlab oldim shu qishlog'imda. Bugun 8-kun, hali Minecraftda 100 kun yashab olganim yo'q, lekin qani do'stlar, mana Minecraftni buzgan bitta obsidian bor ekan. Vata drop qildim va lavani izlab yo'lga chiqdim. Yo'lda creeper topdim. Meni qayerdan o'tayotganini bilmadim, lekin topib oldim va uni o'ldirishga qaror qildim. Va shunaqa ham bo'ldi. Men sekin astalik bilan tepaga chiqib olishga qaror qildim. Itlar menga yopishib ketishdi, so'ngra bu qolgan itlarim zombilar meni o'rgani uchun unga yopishib ketishdi va bugun 12-kun. Men allaqachon men o'z uyimga qaytib keldim. O'z uyimga qaytib kelganimdan keyin o'zim yana qurishni boshladim yana. Va oynalar qo'ya boshladim.